Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 30 mart chet ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz dunyo musulmonlari bilan birga 11 oyning sultoni Muborak Ramazon oyini ibodat, xayr-saxovat, ihson bilan oxirlashtirib Muborak ro'za hayitimizni kutib olishdi. Ko'plagan ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz hayit namozini birga o'tab, o'zlari turishliq davlatlarda vafot bo'lgan qarindoshlarimizning tuproq boshlarini ziyorat qilishdi. Hayit namozida vatan ichidagi aziz xalqimizga Janob Allohdan erkinlik, hurlik, omonlik, baxt, saodat tilashdi. Sharq Turkiston xalqining hurligi va ozodligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan aziz shahidlarimizning ro'yi uchun duo qilishdi. Shundaqla Xitoyning turmalarida va jazo lagerlarida azob chekayotgan qarindoshlarimizga Allohdan kuch-quvvat, nusrat va hurlik tilashdi. Muhojiratdagi Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Qozog'istondagi qarindoshlarimiz Olmaota va boshqa Uyg'ur rayonlaridagi Uyg'ur masjidlariga to'planib, hayit namozini birga o'tkazib, tantana qilishdi. Amerikadagi qarindoshlarimiz bo'lsa, Virginia shtatidagi Uyg'ur masjidida hayit namozini birga o'qib, o'zaro hayitlarni tabriklashdi. Shvetsariya Uyg'ur jamoati Shvetsariyaning Arau kantonida bir yerga jam bo'lib, ro'za hayitni tabrikladi va kelish oldida turgan Barin inqilobi xotir kuni munosabati bilan shahidlarning ro'yiga atab duo tilovat qilishdi. Ondan başqa yana Türkiye və Avropaның hər qaysı əllərdə yaşayotgan qarindoshlarımızmı bir yerga jam bo'lib, hayit namozini birga o'tash bilan birga kollektiv hayitlash faoliyatlarini uyushtirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining markaziy organi joylashgan Germaniyaning München shahridagi qarindoshlarimiz bo'lsa, Uyg'ur markazidagi masjidga jam bo'lib, Germaniyadagi Uyg'ur jamoatining imomi, diniy ulamo Abdujil Ahmad Qarajimning imomatchiligida hayit namozini o'qishdi. Namazdan keyin qarindoshlarimiz Münchendagi qabristonlikni ziyorat qilib, Germaniyada vafot bo'lgan qarindoshlarimizning ro'yi uchun Fatiha o'qishdi. Allohu akbar va Roziyet münasabati bilan bugun Dunyo Uyg'ur qurultiyi maxsus tabriknoma e'lon qilib, butun dunyo musulmonlarining, jumladan Uyg'ur xalqining roziyetini qutlaqlash bilan birga, muhojirat yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni Xitoyga qarshi milliy birlik sapni yana mustahkamlab, Sharq Turkiston mustaqillik davosini kuchaytirish yo'lida yuksak jasorat va fidokorlik ro'yi bilan millat sifatida jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining roziyet tabrikida aynan mundaq deyilgan: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 11 ayning sultoni Muborak Ramazon oyini oxirlashtirib ro'za hayitimizni kutib oldik. Hammaga qodir yaratgan egimiz Uyg'ur qarindoshlarimizni xuddi erkin dunyoda yashayotgan musulmon qarindoshlarimizdek besim va zulmdan xoli holda
11 ayının sultanı hesaplanğan mübarek Ramazan ayını bütün diniy mecburiyetlerinin besim ve çeklimelerden müstesna halda ada qılıp, baxtiyorlik tuyg'usi ichida roza hayitini kutib olishga nasib qilg'ay. Dünya Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan vatan ichi va sirtida yashayotgan Sharq Turkistonlik bütün qarindoshlarımızning roza hayitini muboraklaymiz va aziz xalqimizga Janob Allohdan erkinlik, hurlik, omonlik, baxt saodat tilaymiz. Mush fursatdan foydalanib Uyg'ur xalqining hurligi va ozodligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan aziz shahidlarimizga bo'lgan oliy hurmatimizni va cheksiz seg'inishimizni qayta izhor qilamiz. Aziz qarindoshlar, har qatam butun dunyo musulmonlarini shodlik cho'mdirgan mana shunday xosiyatli hitoyimlar yetib kelganida haqiqiy bir usti ochiq turmaga aylangan vatanimizda Xitoy zulmi ostida azob chekayotgan xalqimiz Xitoyning vahshiy zindonlarida jazo lagerlarida jon talishayotgan millionlagan begunoh qarindoshlarimiz, Xitoyning ichkari o'lkalarida qul o'rnida majburiy ishlatilayotgan qarindoshlarimiz, yana shundaqla vatansizlik dardidan ko'rish imkoniyatimiz bo'lmagan vatandagi ota-ona, urug' tuqqan va do'st birodarlarimiz ko'z oldimizda namoyon bo'ladi va buningdan cheksiz azoblanamiz. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, vatanimiz kommunist Xitoyning tajovuzga uchragandan buyon vatan ichidagi xalqimizning biror kunimi xotirjamlik va shodlik ichida o'tib boqqani yo'q. Xalqimizning har bir kuni qonliq yosh to'kish va musibat ichida hasratlanish bilan o'tdi. Muhojiratdagi qarindoshlarimizmi vatandagi ota-ona, urug' tuqqan, do'st birodarlari va suyimli xalqining dardi farog'ida qayg'urish, hasratlanish va azoblanish tuyg'usi ichida bugünkidek hid ayamlarning kutilishga majbur bo'lib keldi. Bugun biz Uyg'urlar tarixda misli ko'rilmagan zo'r irqiy yo'qotishga duch kelayotgan bir xatarlik vaziyatda turibdimiz. Mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimizga qaratgan fashist qilmishlari bugun butun xalqaro jamoatchilikni uyg'otdi. Dunyo madaniyatiga shonliq tuhfalarni qo'shgan Uyg'ur xalqining bir butun millat sifatida yo'qolib ketishiga taqat qilib tura olmagan xalqaro jamoatchilik mustabid Xitoy hokimiyatidan buning hisobini so'rash uchun harakatga o'tishga boshladi. Mana shunda qalqiliq bir paytda barliq Uyg'ur xalqi cho'qim qayg'uni kuchga aylantirib, Xitoyga qarshi birlik safini mustahkamlab, Uyg'ur davosini kuchaytirish yo'lida yuksak jasorat va fidokorlik ro'yi bilan millat sifatida jiddiy harakatga o'tishimiz to'liq zarurdir. Agar biz insoniy haq-huquqlarimizni, qadr-qimmatlarimizni, milliy va diniy mavjudligimizni qo'g'dab qolamiz va dunyo musulmonlarga o'xshash erkin va ozod holda hayitimizni qutluqlaymiz deydikanmiz, u holda cho'qim xalqimizga kelayotgan butun zulm va baloy ofatlarning tub manbasi hisoblangan Xitoy hokimiyatining mustamlikasidan va bo'yin to'rqidan uzil-kesil qutulish uchun kurash qilishimiz va bu sharafli yo'lda butun fidokorligimizni ko'rsatishimiz lozim. Mana bu Uyg'ur xalqining birdan-bir chiqish yo'lidan iborat. Oxirida aziz qarindoshlarimizning muborak ro'zaytini qayta tabriklaymiz va sizlarga salomatlik va baxt tilaymiz. Hammamizning hayitiga muborak bo'lsin. Amerikaning yangidan tayinlangan davlat mudofaa ministri o'zining tunji Osiyo safarini mush haftaning oxiri boshlagan bo'lib, u Amerikaning Osiyodagi ittifoqdoshlariga Amerikaning Xitoy qarshi turishda ular bilan har zaman birlikka kelgan ifodalagan. Wall Street jurnalining juma kuni bergan xabarda aytilishicha, Amerika davlat mudofaa ministri Pete Hegseth shu kuni Filippin davlat mudofaa ministri bilan birga matbuot yig'inida so'zlab, Trump hukumatining qilmoqchi bo'lgani bo'lsa, o'zining diqqatini ilgari ko'rilib boqmagan shaklda dunyoning bu rayoniga yo'tkab, uni haqiqiy turda oldingi o'ringa qo'yishdir degan. U so'zda yana Amerikaning bu rayonni qo'g'dashga bo'lgan irodasidan hech kim gumonlanmasligi kerak degan. Davlat mudofaa ministri Pete va'da berib, Amerikaning paroxodga qarshi boshqariladigan bomba sistemasi qatorli qurollarni kelar oyda Filippin bilan birlikda o'tkaziladigan harbiy manevrda ko'paytib yetkazib kelganligini aytgan. Gazetda Amerika Hindi Tinch okean qo'mondonligining sobiq polkovniki Grant Newshamning so'zi naql keltirilgan bo'lib, u so'zida Amerikaning ittifoqdoshlarining Trump hukumatining Xitoy to'g'risida qattiq iboralar bilan maydonni ifodalaydiganligini bilsimi, ammo Amerikaning bu rayonga texnik ko'p harbiy paraxod, kurashchi aeroplan va askar yo'tkishini ko'rishni xohlaydi ekan. Gazeta yana Seuldagi bir aql ombirining oliy tadqiqotchisining so'zi naql keltirilgan bo'lib, uningda Amerikaning ittifoqdoshlari bilan texnik yaqin harbiy hamkorlikning qurilishi Xitoyga kuchli bir signal berib,
Prezident Trumpning yaqında Xi Jinping bilan ilib boradigan oliy yig'inida onunğa söhbət əvzəllik yaratıb berdi ekan. CNN'ning bu to'g'risidagi xabariga qaraganda, Amerikaning Osiyodagi ittifoqdoshlari uning harbiy qismlarining bu rayonda bo'lishini, harbiy kuch tezdan eshiyotgan Xitoy bilan ter taraqshitayotgan Shimol Koreyaga qarshi bir asosli kuch bo'ladi deb qaraydi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.